Assalomu alaykum, sizlar bilan Abu Fozil. Nam tahlilning o'ng'i mehmonlari Rajabboy va Sardor. Nimaga podkastni asoslar desak ham bo'laveradi-a? Qaysi kamera gapiraman? Avvalambor assalomu alaykum. Ma'lumot o'rnida. Bu insonlar kim desani, tarixiy shaxs emas u, lekin tarixiy shaxs bilan podkast olgan shaxslar bu. Mirshakar Fazlillayev ijodini yangilaylar. Va yana eng qiziqlaridan Oliver Holzman bilan suhbat qildik. Da ko'rdim, Tauron haqida gaplashgan biratmi? Yangilash u yaqinda 0:20 bilan suhbat qildik. Yaxshi. Eslatma, oramizda kitobxonlar ham bor. Videoni yo'q bo'lib turib, gaplashib o'tiradi demani. Odamlar o'ylaydi, bir o'g'izga kelgan gaplashib o'tiradi deb. Unaqa emasmi? Sardor aka, sizga shortikda video olish noqulay emasmi? Sardor aka, yana siz Dubayga borib o'zgarmaydigan yagona insonsiz-da. Assalomu alaykum, xonlar. Yaxshimisizlar? Sizlar o'zini iPhone bizga bo'lmaganda iPhone chunki biz Dubayda. Rajabboy ham birinchi matematik podkastchi. Video olishgan 447 TV prosmotr bo'ldi. O'sha videolar uchun video olishdi ham. Yana kirishda medallar ko'rdinglarmi? Ko'rdi-ku. Yana bir maqtanay, o'zim olganman. Ko'p gapirishdanmi? Yugurishdan. Nega boshqa bitta turishingizda?